Sovuq kunlar boshlandi, lekin ko'p erkaklar buni oddiy deb o'ylab, muhim muammoni e'tiborsiz qoldirmoqda. Tunlari tez-tez peshobga chiqish, achishish, tomchilash, pastki sohada og'riq va quvvat pasayishi bu yosh emas, bu prostata berayotgan signal. Agar u kechiktirilsa, muammo og'irlashadi va hayot sifati pasayadi. Shuning uchun yechim kerak. Sedanachi Muxtor milliy brendini Prostamix mahsuloti 17 xil tibbiy giyohdan tayyorlangan. Erkaklar salomatligini qo'llab-quvvatlovchi kompleks 55 kodi bilan 513-99-99 raqamiga hoziroq murojaat qiling. Assalomu alaykum qadrdon muxlis. Siz bilan siz bilgan va kutgan kanal turfa olam. Militarist agentligini Flight Radar 24 saytiga tayanib xabar berishicha, Qo'shma Shtatlarni S-17A Global Master va M-130 Super Hercules samolyotlari 8 fevral kuni Turkmaniston hududiga kelib o'rnashgan. Ma'lum qilinishicha, ushbu samolyotlar desant tashlash, shuningdek, boshqa qiruvchi samolyotlarga samoda yoqilg'i quyish xizmati ko'rsatish imkoniyatiga ega va militaristga ko'ra, Qo'shma Shtatlar bu bilan Eron poytaxti Tehronga 300 kilometr yaqinlashdi. Aniqrog'i, militaristni qayd qilishicha, Qo'shma Shtatlar samolyotlari joylashgan hudud bilan Eron poytaxti Tehron oralig'idagi masofa bor yo'g'i 300 kilometrni tashkil qiladi va bu Washingtonni Eronga hujum boshlash fikridan qaytmaganidan daraklik beradi. Eslatib o'tamiz, 8 fevral kungi Eron tashqi ishlar vaziri Abbas Arakchining bayonotidan keyin Oq uy Eronga ogohlantiruvchi signal yo'llagan. Eshitmaganlar uchun eslatma, Eron tashqi ishlar vaziri Abbas Arakchi o'zini 8 fevral kungi bayonotida Tehronni Qo'shma Shtatlarning talabiga ko'ra uran qazib olishni to'xtatmasligiga urg'u berib, Eronni Washington va Tel Avivni tahdidlaridan qo'rqmasligini bildirgan. Shuningdek, Abbas Arakchiga ko'ra, Eron Islom Respublikasi tahdidlardan qo'rqib o'z rejalarini o'zgartiradigan davlatlar ro'yxatiga kirmaydi va Tehron istalgan hujumga javob qaytarish imkoniyatiga ega. Abbas Arakchining shu bayonotidan keyin Oq uy Eron delegatsiyasini keyingi uchrashuvda Washingtonni barcha shartlarini qabul qilishiga umid bog'layotganini, aks holda Amerika Qo'shma Shtatlari hujumga o'tishini bildirgan. Xullas, Yaqin Sharqda vaziyat haqiqatdan jiddiy tus olmoqda va bu jiddiylik Isroilga qo'l kelishi mumkin. Negaki Netanyahu Trampdan beto'xtov tarzda Eronga zarba berishni talab qilmoqda. Endi Ukraina urushini to'xtatish borasidagi tinchlik muzokaralariga oid yangi xabarga yuzlanamiz. Reuters agentligining axborotiga ko'ra, Ukraina va Amerika Qo'shma Shtatlari bitimni yakuniy bosqichi bo'yicha muzokara olib bordi va Ukraina Qo'shma Shtatlarga tinchlik bitimini so'nggi variantini mart oyida taqdim qiladi. Shundan keyin Ukrainada may oyida referendum bilan birga saylovlar boshlanadi. Bu esa Vladimir Zelenskiyning hukumatni may oyida topshirishi bilan yakun topadi. Negaki Financial Times'ga ko'ra, ayni paytda mamlakatda yuzaga kelgan energetik inqiroz sababli, aniqrog'i elektr energiyasi tanqisligi sababli Zelenskiyning reytingi yanada tushib ketdi va uni prezident sifatida qayta saylanishi bu fantastika hisoblanadi. Endi Ukraina energetika vaziri Denis Shmigalni elektr stansiyalari bo'yicha bergan shov-shuvli bayonotiga o'tamiz. E'tiborli bo'ling. 1+1 telekanalda Ukraina energetika vaziri Denis Shmigalni ochiqlashicha, Rossiya 2022 yildan to 2026 yilning 1 fevraliga qadar Ukrainadagi elektr stansiyalariga umumiy 220 marta zarba bergan va fojiaviy tomoni shundaki, bu zarbalarni barchasi o'z nishoniga aniq yetib borgan. Denis Shmigalning aytishicha, Ukrainadagi elektr energiyasi bo'yicha tanqislikni bartaraf qilish uchun poytaxt Kiyev qo'shimcha 9 megawatt quvvatga ega bo'ldi. Ammo bu yuzaga kelgan tanqislikni qoplay olmaydi. Denis Shmigalga ko'ra, Rossiyaning shu yilning 7 fevralga o'tar kechasida Kiyev energetikasiga bergan zarbasi tanqislikni yanada kuchaytirdi va Ukrainaga eng muhim elektr stansiyalarini qayta qurish uchun kamida 3 yil vaqt kerak bo'ladi.
Endi Ukraina frontiga aloqador xabarlarga to'xtalamiz. RIA agentligining Rossiya Mudofaa vazirligiga tayanib bergan axborotiga ko'ra, 8-fevral kuni Rossiya armiyasi Sum viloyatidagi Sidorovka va Xarkov viloyati tarkibidagi Glushovka qishloqlari nazoratini o'z qo'liga oldi. Ukrainaning bir kunlik barcha frontlardagi yo'qotishlari 1105 nafar askarni tashkil qildi. RIAga Belgorod gubernatori Gladkovni ma'lum qilishicha, Ukraina 8-fevral kuni Belgorod hududiga 16 marta zarba berdi. Ukraina Moliya vazirligi rasmiy saytining xabariga ko'ra esa, Rossiyaning 8-fevral kungi barcha frontlardagi yo'qotishlari 1040 nafar askar bilan 468 ta dronni tashkil qildi. Endi Rossiya tashqi ishlar vaziri Sergey Lavrovni NTV telekanaliga bergan Bryusselga atalgan intervyusiga o'tamiz, diqqat bilan eshiting. Sergey Lavrovning aytishicha, hozir Yevropa Rossiya bilan urushga har tomonlama tayyorgarlik ko'rmoqda va bordi-yu Rossiyaga birinchi bo'lib hujumni Yevropa boshlaydigan bo'lsa, u holda Moskvaning bu hujumga javobi Yevropa uchun dahshatli ko'rinishga ega bo'ladi. Negaki Rossiya Yevropaga qarshi hech qanday harbiy operatsiya boshlamaydi. Moskva o'zida bor bo'lgan barcha qurollar orqali zarba beradi. Voqealar rivojini birgalikda kuzatamiz. Turfovlem bilan qoling. Siz kutgan kerakli ma'lumotlar hali oldinda.